Odatda grant kvotalari maktablarda bitiruvchi sinflarga beriladi. Nima uchun bitiruvchi sinflarga beriladi deganda, ular natija bo'lib berishi uchun. Hozirgi holatda bizdagi kvotalar qanaqa? 30 va 50%. Hozir birinchi bosqichda biz 30% ni beryapmiz. O'quvchi yig'olmaganimizdan berilayotgan grant emas bu. Savollar kesmay keladigan bo'lsak, ingliz tili va matematikadan 15 tadan savol, ya'ni ko'p emas o'zi. Mantiqiy fikrlashdan bo'lsa 10 ta, jami 40 ta savol va har bir savolga 2,5 balldan ball beriladi. Umumiy 100 balli shkalada baholanadi. Maqsad nima bu yerda? O'qitishni xohlaydigan, lekin to'liq qobiliyati xususiy maktabga yetmaydi, lekin farzandini potensiali bor bo'lgan auditoriya uchun. O'zi maktabimiz shiori ham sifatli ta'lim barcha uchun bejizga qo'yilmagan. Aynan shu. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Turkiston xususiy maktabining YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz davomida sizlarga Turkiston xususiy maktabi tomonidan tashkil etilayotgan Turkiston granti haqida ma'lumot beramiz. Grantning umumiy qiymati 369 million so'm. Bugungi suhbatimizning mehmoni Registon xususiy maktablarining loyiha menejeri va Turkiston xususiy maktabining filial rahbari Rustam aka Tursunov bo'ladilar. Assalomu alaykum Rustam aka. Va alaykum assalom Otabek. Suhbatimizga xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor yangi ochilayotgan maktabinglarga Xudo baraka bersin, rivoj bersin. Bizlarga qisqacha Turkiston maktabi haqida o'zi ma'lumot berishdan boshlasangiz. Turkiston maktabimiz loyihasi bo'yicha qisqacha aytadigan bo'lsam, o'zi hammamiz Registon brendini, Registon maktabimizni bilamiz va biz hozir yangi brend qilishimizga sabab qanaqa bo'ldi? Hozir bizda juda ham ko'p ota-onalar Registon maktabini qimmat deb aytadi. Ya'ni to'liq qobiliyatimiz yetmaydi, lekin farzandimizni o'qitish xohlaymiz degan fikrda bo'lishadi. Va shuning uchun biz narxi mo'tadil bo'lgan, ya'ni ko'p insonlar pul beradigan va o'sha belgilangan arzon summadagi maktabga ham imkoniyati yetmaydigan ota-onalar uchun grantlari bo'lgan va stipendiyalari bo'lgan maktab tashkillashni reja qilganmiz va xudo xolasa bu maktabimizdan Registon maktabidek ko'p filialli bo'lishi rejalashtirilgan. Zo'r. Endi mana maktabimizda qabul jarayonlari boshlangan. Hozirgi vaqtda 100 ga yaqin o'quvchilarimiz uchun to'planib bo'lishdi. Sinflarimiz birma-bir to'lib bormoqda. Iyun oyi holatiga ko'ra. Iyun oyi holatiga ko'ra. Endi biz mana iyulga o'tmoqdamiz va o'tish davrimizda Turkiston grantiga start berdik. Umumiy hisobda 28 nafar iqtidorli o'quvchi ushbu grantni yutib olib, maktabimizda 30% chegirma asosida tahsil olishi mumkin. Endi shu grantni o'zi boshlashdan maqsad nima? Shu haqida bizga ma'lumot bersangiz. Umuman xususiy maktablar o'rtasidagi grantlar va undan bu maktabimizni grantini farqini asosiysi aytadigan bo'lsam, odatda grant kvotalari maktablarda bitiruvchi sinflarga beriladi. Nima uchun bitiruvchi sinflarga beriladi deganda, ular natija bo'lib berishi uchun, ya'ni oxirgi bosqichda biz bitiruvchilarimiz degan sifat ko'tarilishi uchun beriladi va qo'pol qilib aytganda, qisman u yoqda aytaylik maktabni o'zini manfaati ham bor, masalan, o'sha bitiruvchilar chiqishida. Quyidagi pastdagi sinflarga berilmaydi, chunki ular bitiruvgacha boradimi, yo'qmi deyishadi, masalan, aytaylik, yoki ungacha ehtiyoj yo'q, chunki qo'shimcha xarajat oxirgi etapda bersak ham bo'ladi degan fikrda bo'lishadi. Endi bizdagi g'oya bu faqatgina aytaylik, bizga bitiruvchi sinflarda iqtidorli bolalarni yig'ib olib, keyin ularni bitkazib bizniki degan narsa bilan chiqish emas. Vaholanki, imkoniyati yetmaydigan, lekin iqtidori bor bo'lgan bolalar uchun grant qilish va grant kvotasi hozir 28 ta bu birinchi maktabimiz bo'lgani uchun, hali xudo xolasa bu maktabimizdan tashqari brendimiz ko'paysa, maktablarimiz ko'paysa, bu summa milliardlarga ham aylanib ketishi mumkin va uzoq muddatda. Hozirgi holatda bizdagi kvotalar qanaqa? 30 va 50%. Hozir birinchi bosqichda biz 30% ni beryapmiz. Ya'ni bu avvaldan rejalashtirilgan narsa. Ya'ni aytaylik, qisqa qilib aytganda, biz hozir qabulimiz o'zi yaxshi, narximiz ham mo'tadil belgilangan. Ya'ni o'quvchi yig'olmaganimizdan berilayotgan grant emas bu. Chunki o'quvchi yig'olmaganimizdan berilayotgan grant bo'lganda, bu hamma sinfga bo'lmas edi. Misol uchun, aytaylik, yig'ilmayotgan sinflarga beriladi odatda grantlar, xususiy maktablar. Va bizda hozir 4-sinfdan 11-sinfgacha har bir sinfda bu imkoniyat bor. O'zbek va rus sinflarida 30% grant. Va bu 1 yilga to'liq amal qiladi va 1 yildan keyin va doimiy holatda bu kvota qoladi. Ya'ni o'quvchi qolmasligi mumkin. Ya'ni nizomimizga ko'ra bizda yil davomida o'qish statistikasi tushib ketsa yoki aytaylik, ichki qonun qoidalarida xulq tomonlama buzadigan bo'lsa, grant olib qo'yilish bandlari ham bor, lekin u o'quvchidan nimadir sabab bo'lib olib qolinsa yoki tabiiy holatda o'quvchi aytaylik ko'chishi mumkin boshqa viloyatga yoki boshqa joyga, lekin kvota bizda doim qoladi. Ya'ni bu maktabda konsepsiyasidagi g'oya, ya'ni to'lov qobiliyatidan qat'iy nazar istalgan odam grant yutib olishi va unda o'qishi mumkin. Bu birinchi holatda 30% va avgust oyini birinchi haftasiga reja qilyapmiz 50% ga ham o'tkazadi. Misol uchun hozir ochiq aytsak,
maktabimizni narxi 4 million 400 ming so'm qilib belgilangan va bizni oylik to'lovlarimiz va ta'lim modelimiz biz bu shu avvalgi maktabimiz Registon bilan farq qilmaydi. Ikkinchi tomonlama qaraydigan bo'lsak, hozir bu yoqda 4 million 400 ming so'mni 50% bu 2 million 200 ming so'm degani. Bu qisqa qilib aytganda yaxshi bir yoki o'rta darajadagi bog'chani ham summasi emas. Maqsad nima bu yerda? Ya'ni bizda o'sha o'qitishni xohlaydigan, lekin to'lov qobiliyati xususiy maktabga yetmaydi, lekin farzandini potensiali bor bo'lgan auditoriya uchun. Zo'r. O'zi maktabimiz shiori ham sifatli ta'lim barcha uchun bejizga qo'yilmagan. Aynan shu uchun. Ya'ni Turkiston maktabini ko'zlagan butun kelajakdagi maqsadlari ham sifatli ta'lim, oilasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar imkoniyati bo'lsa xususiy maktabda o'qishga. Va shuni shunchaki biz berib qo'ymaymiz, balki ularni ilmi orqali saralab iqtidorlilarni tanlab olamiz. Albatta. Xuddaki prezident maktablariga o'xshab. Xuddi shunday. Zo'r. Endi buni ta'kidlab o'tdingiz, 4-sinfdan 11-sinflar o'rtasida bo'lib o'tadi 28 nafar o'quvchiga. Bu qanday ajratib olinadi? Imtihon asosan til bilish ko'nikmasi va tahliliy va tanqidiy fikrlashga qaratilgan. Til bilish ko'nikmasi deganda hozir umumiy bo'lgan bizdagi ingliz tilini olganmiz, chunki bu davlat programmasida ham bor va bu o'zimizda ham rivojlangan til sifatida. Ya'ni nega rus tili emas? Chunki rus sinfda o'qiydigan o'quvchilar ham o'zi rus tilini tabiiy biladi yoki millat rus bo'lgan o'quvchilar shundoq ham rus tilini biladi. Shuning uchun ingliz tili qilib olganmiz. Endi tahliliy fikrlash deganda bunga menimcha eng yaqin fan bu matematika. Matematikani qo'shganimiz, ya'ni bolani tahliliy fikrlashi o'zi qanchalik. Va faqatgina bu fan kesimidagi bazani o'ziga qaratilmagan. Nega deganda, fanni o'zidan oladigan bo'lsak, bu o'quvchini bugungacha o'zlashtirgan ma'lumotiga tayanib qoladi. Va vaholanki bolani aqliy salohiyatini ham bilishimiz kerak. Ya'ni maktabda nimadir sabab yaxshi o'zlashtira olmagan, fanni yaxshi o'qiy olmagan bo'lishi mumkin, lekin u bolani fikrlashi va dunyoqarashi kuchli bo'lishi mumkin. Va shuning uchun uchinchi holatda biz unga mantiqiy fikrlashni, ya'ni logika bo'yicha ham imtihonni qo'shganmiz va unga ham alohida ball beriladi. Bu deganiki, ya'ni ingliz matematikadan kuchli bo'lmasa ham, lekin uni fikrlash tomonlama, tanqidiy fikrlash kuchli bo'ladigan bo'lsa, u bolani fanni o'zlashtirish ehtimoli yuqori bo'ladi va biz u bolani qabul qilishimiz mumkin. Zo'r. Demak, hozir bizda imtihonga, grantga ro'yxatdan o'tish ochilgan. Albatta. Turkiston pastchig'icha granti, pastchig'icha bot orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin va imtihonimiz 5-iyul kuniga hozir mo'ljallanmoqda va imtihonlarda shu 3 ta yo'nalish bo'yicha savollar bo'ladi. Ya'ni aytganingiz ingliz tili, matematika va logika. Bularga nechtadan savol tushiladi? Har bir sinf uchun bir xil savolmi yoki hammaga alohida boshqachami? Har bir sinf kesimida alohidadan savol bo'ladi. Hattoki mantiqiy fikrlash tomonlama ham. Nega deganda bu yosh kesimida hisobga olingan bu narsa. Ya'ni misol uchun 9-sinf bilan baribir 4-sinfni savollari bir xil bo'lishi yoki yaqin bo'lishi bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Savollar kesimiga keladigan bo'lsak, ingliz tili va matematikadan 15 tadan savol, ya'ni ko'p emas o'zi. Mantiqiy fikrlashdan bo'lsa 10 ta, jami 40 ta savol va har bir savolga 2,5 balldan ball beriladi. Umumiy 100 balli shkalada baholanadi. Zo'r. Ular kelib shu yoqda offline topshirishadimi imtihonni yoki onlayn telefondan yoki kompyuterdan topshirishadimi? Yo'q, onlaynda biz shaffofligini ta'minlay olmasligimiz mumkin. Bu tabiiy, chunki biz bilmaymiz qanday yechilayotgani, kimnidir yordamidan yoki internet orqali yechish mumkin. Offlayn shaklda maktab binosining o'zida o'tkaziladi. Zo'r. Demak, butun respublikadan ham ro'yxatdan o'tadigan bo'lishsa, ular bemalol kelib ishtirok etishlari mumkin, to'g'rimi? Albatta, butun respublika bo'yicha, nafaqat respublika, kerak bo'lsa, misol uchun qo'shni davlatlardan ham biz Registon maktabimizda kelib o'qiydigan o'quvchilar bor. Endi bizda yotoqxonamiz yo'q maktabimizda hozircha. Ya'ni agar bu yoqda yashash sharoitlari bo'lsa, bu yoqda turib o'qishga bemalol kelib topshirishlari mumkin. Yaxshi. Endi imtihon haqida ma'lumot berdingiz, ya'ni nechta savol tushishi, qanaqa bo'lishi, endi bizga qancha vaqt berilishi haqida ham ma'lumot bersangiz. Umumiy 3 ta mana shu 40 ta savol uchun, 3 ta fan uchun 90 daqiqa beriladi. 90 daqiqa ichida menimcha yetarli vaqt bemalol o'quvchilarda vaqt bo'ladi imtihonni yechgani. U soat nechida bo'ladi, nechta smenada bo'ladi, bular haqida alohida o'sha maxsus botimizda ma'lumot beriladi. Zo'r. Endi shaffoflik haqida bizga ma'lumot bersangiz, ertaga mana shuncha odamlar ro'yxatdan o'tishsa, bilimizdan tekshirib ko'ramiz deyishsa, ertaga buni o'zini tanish bilish odamlar yutib ketmasmikan degandagi savollar, fikrlar, mulohazalar ham bo'lishi mumkin-da. Qanday qilib shaffoflikni ta'minlash reja qilingan? O'zi avvalambor boshidan qaraydigan bo'lsak, bu grant bu avvalambor o'zimiz uchun.
Ya'ni aytaylik biz o'zi xususiy va moliyaviy mustaqil tashkilotmiz. Kimgadir aytaylik biz grant bermoqchi bo'lsak yoki kimgadir masalan yaqinlarimizga chegirma qilib bermoqchi bo'lsak, misol uchun o'zimiz ixtiyorimizdagi narsa u. Alohida bir grant tashkillab kimgadir biz chegirmani bu orqali berishimiz shart emas. Ya'ni avvalambor bu narsaga o'rin yo'q demoqchiman. Va shaffoflikni ta'minlash maqsadida biz apellyatsiya qilish imkoniyati bor. Ya'ni ba'zi maktablarga o'xshab biz apellyatsiyani qilmaganmiz. Agar kimdir imtihon balidan norozi bo'ladigan bo'lsa yoki imtihon savolida qandaydir xatolik topadigan bo'lsa, apellyatsiya qilishi 24 soat ichida qabul qilinadi va bu bo'yicha ko'rib chiqish bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir Rustam aka, tasavvur qilaylik, 7-sinfdan bizada 50 ta odam ro'yxatdan o'tgan va ular kelishdi imtihon kuni, imtihon topshirishdi. Eng yuqori natija olgan o'quvchini foiz bali deylik 80% chiqdi. Endi o'sha o'quvchi 50 ta o'quvchining ichida birinchi o'rinda turibdi, faqat natijasi 80%. Shunda u o'quvchiga grant beriladimi yokida belgilangan minimum to'plash bali bormi? Xo'p, minimum ball bor. Ya'ni bu ro'yxatdan o'tish mana bunaqa narsa. Biz grantni berganga yarasha iqtidorli o'quvchilarga berishimiz kerak. Ya'ni aytaylik qaysidir o'quvchi kam sonli o'quvchilar bilan raqobat qilganini evaziga bu grantni olishi bu adolatdan bo'lmaydi. Negaki yil davomida ham bu grantni ushlab qolish kerak bo'ladi. Chunki agar raqobat kuchsiz bo'lganini evaziga yutadigan bo'lsa, yil davomida baribir ko'rsatkichlar tushib ketib qolishi mumkin va grant baribir 1 yilgacha davom etmasligi mumkin. 86% qilib belgilangan. U tabiiy holatda bu o'sha 5 balli shkalada 5 baho degandek. Va minimum 86% bo'lishi kerak va 86% ga hech kim yetmaydigan bo'lsa, bu berilmaydi. Endi 86% dan yuqori va kvotadan yuqori sonda o'quvchilar o'tgan bo'lsa, ulardagi eng yuqori ball olgan top o'sha har bir sinf kesimidagi kvotadagi o'quvchilargagina beriladi, xolos. Yaxshi, zo'r, tushunarli. Endi imtihon kunlari o'tdi, apellyatsiya bermoqchi bo'lganlar berdi va undan keyingi yakuniy natijalar necha kun ichida e'lon qilinadi? Offlayn shaklda bo'lgani uchun bu sal vaqt oladi, ya'ni onlayn shaklda bo'lmagani uchun. Agar onlayn shaklda bo'lganda biz elektronniy test chiqaza olardik. Lekin offlayn shaklda bo'lgani uchun uni birma-bir ko'rib chiqish, tahlil qilib chiqish kerak bo'ladi, qo'shimcha etaplardan o'tib. Shuning uchun bunga maksimal 5 kun deb olganmiz. 10-iyul kuni, ya'ni 5-iyul kuni imtihon o'tkazilsa, 10-iyul kuni bu o'sha botimiz va kanalimiz orqali e'lon qilinadi. Endi keyingi bosqichlari bizada odatda ko'rganmizki, grantlar tashkil qilinganida faqatgina testga bog'lanib qolinmaydi, balki alohida suhbatlar ham qilinadi, o'quvchini iqtidorini bilib olish maqsadida. Turkiston grantida ham shunday bosqich bormi yokida faqatgina test bilan cheklanganmi? Endi test deganda ham bizda imtihon ichki savollari aynan testga bog'liq emas. Ya'ni misol uchun ingliz tilida bizda ochiq va yopiq savollarga bo'linadi. Ya'ni o'quvchini o'zi yozma shaklda javob berish kerak bo'lgan joylari ham bor. Ya'ni siz aytgan narsada misol uchun taxmindan ham kimnidir omadi kelib qolishi mumkin degan maqsad so'rayapsiz. Lekin bizda mana bu mantiqiy savollar ham bo'lgani uchun biz uni suhbatga qoldirmaganmiz. Nega suhbatga qoldirmaganmiz? Chunki bu suhbat bu baribir subyektiv va odamlarda shubha bo'lishi mumkin. Ya'ni suhbat bosqichini qo'shilishi haligi birinchi bergan savolingizdek kimgadir yon bosish yoki kimnidir yaqin olib qabul qilishga bir bo'shliq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz obyektiv yondashganmiz bu narsaga va siz aytayotgan savolga biz mantiq savollarini shuning uchun ham qo'shganmiz va mantiq savolidagi bolani yechgan natijalari ham ko'p narsani anglatadi o'zi. Zo'r. Endi keyingi savolimiz, mana misol uchun deylik, shu Sergelini qaysidir maktabda, davlat maktabida o'quvchi tahsil oladi va maktab o'ziga yoqadi. Hozir bu yil 8-sinfga o'tdi. Turkiston grantida qatnashib ko'ryapti. 30% grant qo'lga kiritdi, ballarni yetarlicha to'pladi, lekin men bu grant imkoniyatimdan bu yil emas, keyingi yil foydalanmoqchiman desa, imkoniyat beriladimi yokida bu grantni g'olibiga faqatgina shu o'quv yili uchun o'tadimi? O'zi grant qanaqa ishlaydi desak, biz hozir ochayotgan kvotalar bu yil to'ladi va keyingi yilga aynan mana shu grantda yutqizib qo'ygan o'quvchilar o'rnigagina imtihon bo'ladi birinchidan va ikkinchidan yangi ochilayotgan sinflargagina qo'shiladi xolos. Agar u mavjud sinfda grantdagi o'quvchi grantini saqlab qolib, keyingi yilga ham davom etadigan bo'lsa, unda imtihon bo'lmaydi. Agar bo'lgan taqdirda ham har yili grant imtihonlari qayta o'tkaziladi. Bu yilgi imtihondagi natijalar keyingi yilga amal qilmaydi. Zo'r. Demak, hozir bizni tajribada ko'rganmizki, ba'zi bir xususiy maktablarida yoki boshqa ta'lim loyihalarida shu kabi ta'lim loyihasi ochilganida va kelasi yillarda bu kabi grantlar berilmaydi. Natijada
to'lov miqdori chegirmadagi grant yutgan chegirmasidagi emas, balki asl holatiga qaytib qoladi va natijada ota-onalar to'lov qilishga qiynalishadi. Turkiston xususiy maktabida bu grantlarimiz demak har yili bo'lib, shu iqtidorli o'quvchilarga imkoniyat yaratish ko'zlangan ekanda. Suhbatni boshida aytganimdek, avvalambor grantga o'tayotganda unga qiziqishdan avval aniqlash kerak, bu o'zi doimiymi yoki 1 yillikmi. Chunki aytganimdek, ba'zi holatda maktabni to'ldira olmaganlikdan ham kimlardir chegirma qiladi, ya'ni maktablar chegirma qiladi va maktab to'lgandan keyin chegirmada o'qiyotgandan ko'ra 100% to'lov qilayotgan mijoz bilan ishlash qiziqarli tuyuladi va o'z navbatida bu ota-onalarga qiyinchilik tug'diradi. Maktabni o'zgartirish bu juda muhim qaror, chunki nima desam ekan, bu farzandni, ya'ni bolani yoshligi. Oddiy misol aytaylik, istalgan paytda maktablarni o'zgartirib, qayerdandir to'lov qilib, xizmatdan foydalanib, o'qitib, yana qaysidir paytda yana pul yetmay qolganda yana boshqa maktabga o'zgartirish bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin bolani psixologiyasida, bolani maktab davriga bu ta'sir qiladi. Oddiy misol, kattalar biladi, uzoq muddatli do'stlar bu sinfdoshlar bo'ladi baribir. Ya'ni xususiy maktabda ko'p period qiladigan o'quvchilarda shu narsa bor, ya'ni ularni bir aniq bir jamoasi, sinfdoshlar jamoasi bo'lmaydi. Ya'ni qaysi maktab bilan ko'proq birga bo'lishni bilmay qoladi bola agar ko'p maktab o'zgartirsa. Shuning uchun doimiyligini inobatga olish kerak. Qayergadir maktab o'zgartirish qarorini qabul qilishdan avval grant kesimiga keladigan bo'lsak, biz misol uchun doimiy o'sha grantni egallab turishiga, maktabni bitirib ketgunigacha grantda o'qishiga biz kafolat bermaymiz. Nega deganda, u grantni olib qolishi o'ziga ham bog'liq. Ya'ni uni aytganda o'zlashtirishi, o'qishiga olib ketishiga, lekin grant kvotalarini yopilmasligiga biz kafolat bera olamiz. Rustam aka, men so'ramoqchi bo'lgan grantga doir bo'lgan savollarim shulardan iborat edi. Adashmasam barcha savollarga biz javob berib bo'ldik. Endi Turkiston xususiy maktab haqida ham bir-ikki og'iz bizlarga ma'lumot berib ketsangiz, ya'ni ushbu maktabni o'zi ko'zlagan maqsadi nima? Nimaga ko'proq ixtisoslashgan? Deylik, 2-3 ta maktablar bo'lsa, nimaga Turkistonni ota-onalar tanlashligi kerak yoki o'quvchilar tanlashligi kerak? Shular uchun bizga bir-ikki og'iz ma'lumot berib ketsangiz. Juda o'rinli savol bo'ldi, chunki bu savolni juda ko'p ota-onalar misol uchun shaxsan o'zimga ham berishgan. Ya'ni Registon qo'shimcha maktab ochishiga, boshqa maktab ochishiga sabab nima bo'ldi? Nima farqli tomoni bor? Degandek, endi siz savolingizga hozir boshqa maktabni emas, nega Turkistonni tanlash kerak degan savol, ta'limga biznes nuqtai nazaridan qarash tarafdori bo'lmaganman men doim. Ya'ni aytaylik, kerak bo'lsa, agar davlat maktabida o'qib, ota-ona o'zi undan qoniqish hosil qilayotgan bo'lsa, avvalambor davlat maktabida o'qish tarafdoriman men. Xususiy maktab kesimida ham agar qaysidir xususiy maktab unga yoqayotgan va undan qoniqish hosil qilayotgan bo'lsa, aytaylik, undan ko'ra biz yaxshimiz, bizga o'tkazing degan fikr tomonda emasman men. Biz borimizni ko'rsatamiz, tanlov ota-onaning o'zidan va asosiy bizdagi nuqtai nazar bu bola bilan ishlash. Endi Registon bilan bog'liq narsani aytadigan bo'lsam, avvalambor o'zi maktab dasturini, maktab davrini umumiy hamma maktab uchun ham bitta missiya bor. Bu nima deganda, bolani salohiyatini ochish. Bundan 3 yil avval Registon maktabiga asos solish davrida ham bu narsani ko'p olib chiqqanmiz. Ya'ni salohiyatni ochishimiz kerak, bolani o'zini iqtidorini ochib berishimiz kerak degan narsa bilan va undan beri ham juda yangi maktablar ko'p ochildi va ularda ham umumiy g'oya shu. Ya'ni bu narsa aytaylik, qaysidir maktabda bor yoki boshqa maktab qilish kerak emas degan narsa emas va bu umumiy g'oya va bu hamma maktab shu bo'yicha harakatlanayotganda men xursandman. Chunki biz faqatgina bolani avvallari universitetga tayyorlash va testda yaxshi ball olishini kafolatlardik, lekin umumiy qaraydigan bo'lsangiz, universitetda yaxshi o'qib, kerak bo'lsa qizil diplomga bitirgandan keyin ham hayotini yaxshi qurmagan inson juda ko'p. Kerak bo'lsa o'sha soha bo'yicha ishlamayotgan va boshqa sohada o'zini topgan insonlar juda ko'p. Va nimadan bu deganda, bola iqtidorini, ya'ni iqtidorini nimada topishiga bog'liq. Endi Registonda asosiy farqli tomonini aytadigan bo'lsam, misol uchun Registonda 4 mahal ovqat berilsa, bizda 3 mahal beriladi. Va Registonda masalan arab tili va IT darslari 2 guruhga bo'lib o'qitilsa, biz ularni bo'lmasdan o'qitamiz va biz ularni asosiy fan deb qaramaymiz. Qaramaymiz deganda qanday? Bo'linish fanlarini ko'p qilmaganmiz. Shuni evaziga biz narxini tushira olganmiz. Ya'ni arzonroq qila olganmiz. Misol uchun ota-ona uchun 3 mahal yoki 4 mahal ovqatlanishi katta sabab emas, ya'ni ko'proq pul to'lashiga. Va ikkinchi tomoni shu, ya'ni fanlarni bo'lib bo'lmaslik o'qitish. Ikkinchi qo'shimcha tomoni, ya'ni Registon maktabimizda yo'q va bu yoqda qo'llayotgan narsamiz bu amaliy darslarning borligi. Ya'ni fizika va kimyo darslaridan hali qabul davomida ham bu narsani qo'yamiz, shoularni, master klasslarini.
fizika va kimyodan o'quvchilar amaliy ko'nikmaga ega bo'lib, ya'ni ko'zi bilan ko'rib o'rgansin. O'zi aslida bolani fanga qiziqmasligi u narsani qanchalik hayotga bog'lab tushunishiga bog'liq. Ko'p o'quvchilarda fizika va kimyoga nisbatan qiziqishgan va zerikarli fanni bilishadi. Matematikaga shunaqa masalan. Nega deganda ustoz mana shu joyda ustoz bu fan nega menga kerak deb savol berganda javob bo'lmaydi. Ko'p ustozlar ishga olishda ham biz ustozlarni bu tomonlama ham imtihon qilib suhbat qilamiz. O'qishga kirishga bog'laydi juda ko'p ustozlar. Lekin bu juda ham tor doiradagi fikr. Chunki o'qishga kirish bu ma'lum muddatdagi yo'l xolos. Vaholanki umumta'limdagi fanlar faqatgina o'qishga kirish uchun o'qiladigan fanlar emas. Bizdagi farqli tomoni shu. Ikkinchi tomonlama bolani faqatgina nazariydan tashqari nazariy emas va shaxsiy ko'nikmalarini, jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun jismoniy to'garaklarni ko'paytirganmiz. Suzish, taekvondo, gimnastika, misol uchun kamondan o'q otish. Bu avvalambor Registon maktablarimizda ham bor va biz undan farqli qilmagan ravishda o'zini oqlagan metod bo'lgani uchun bu yoqda ham buni qo'llaganmiz. Nega deganda bolalar ertalabdan kechgacha maktabda o'tiradi va doimiy faqatgina ketma-ket darslar bo'lishi bolani fanga nisbatan qiziqishini so'nishiga, charchab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Zo'r. Rustam aka, suhbatga yo'dmaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Turkiston xususiy maktabining granti va Turkiston xususiy maktabi haqida qisqacha va kerak bo'lgan savollarga javob berdik degan umiddaman. Siz aziz do'stlarimizga ham bugungi suhbatimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Qandaydir yana qolib ketgan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Biz ularga ham javob berishga harakat qilamiz. Rustam aka, yana o'zingizni shu grant ishtirokchilariga tilaklaringiz bo'lsa, aytib qoldirsangiz bo'ladi. Ular shunga qarab sizdan yana motivatsiyalar olib, yanada yaxshiroq grantlarga tayyorgarlik ko'rishadi. Xo'p, Turkiston loyihasidagi asosiy maqsad bu ta'limdagi xususiy maktablar o'rtasidagi tabaqalanishni oldini olish, minimallashtirish deymiz masalan. Va bu grantlar aynan mana shu o'quvchilarimiz uchun, ota-onalarimiz uchun qilinyapti va bundan maksimal foydalanib qolishlarini so'raymiz. Hozirgi birinchi maktabimiz bo'lgani uchun hozir maksimal 50% gacha bera olyapmiz. Nasib qilsa, xudo xolasa loyihamiz yaxshilansa, moliyaviy oyoqqa turgan holatlari bo'lsa, 100% gacha grantlarni ham amalga kiritish nasib qilsin deb niyat qilamiz, xudo xolasa, nasib qiladi, xudo xolasa. O'quvchilarga qanday tilaklaringiz bor? O'quvchilarga tilagim imkoniyatdan foydalanish kerak. Imkoniyat bu hammaga ham berilavermaydi va har doim ham bo'lavermaydi. Va faqatgina birinchi qadamni tashlaganlargina yutadi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanish kerak, bosish kerak deb qolamiz shu. Zo'r. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Turkiston grantida hammanglarga omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar.